shom vaqtidan namozlarni o'qiydi. Bir marta azon aytiladi, 3 rakat shom o'qiydi, yana qomat tushiriladi, 2 rakat xufton o'qiladi. Masharul harom. Alloh subhanahu va taolo aytadi, odamlar tushgan joydan tushinglar. Odamlar tushgan joydan tushinglar. Vazkurulloha fi mash'aril harom. Alloh subhanahu va taolo mash'aril haromda zikr qilinglar. Muzdalifa mana shu. Shu yer Muzdalifa. Mana shu yerda shom vaqtidan namozlar o'qiladi. Duho namozidan to shom namozi kirib xuftonga yaqin qolgancha Arafat vodiysida bo'ladi. Doim. Arafat vodiysida shu vaqtda. Biron bir harakat, biron bir narsa bo'lmaydi. Shom vaqtida namozlar o'qilgandan keyin mana shu yerda shaytonga tosh otishi, toshlar yig'ishtirilib oladi. Mayda-mayda nahotga o'xshagan tosh. Kichik toshlar yig'ishtirib oladi. Shaytonga qayerga? Binoga. Bino palatga. Bu yerda binoda ziyoratlarimiz qabul bo'lsin, berib sabratlarimiz hasil bo'lsin. qiladi. Kim yana maqsad etsin, hammasi yetsin. Inshaalloh oz-ozdan